Agar siz har kuni uxlashdan oldin bitta kivi yeb uxlaydigan bo'lsangiz, 21 kunda tanangizda nimalar ro'y berishiga umuman ishonmaysiz. 21-kuni o'zgartiradigan hodisalar sizni aniq bilaman hayratga soladi. Birinchi kuniyoq organizmingiz serotoninni, ya'ni baxt gormonini ko'proq ishlab chiqara boshlaydi. Kivi antioksidantlarga va serotonin ishlab chiqaruvchi moddalarga boy bo'lib, bu sizning tinch va chuqur uyqungizni ta'minlaydi. 7-kechaga borib siz tezroq uxlashni boshlaysiz va uyqu fazalaringiz uzaygan bo'ladi va ertalab siz tetikroq va toza holda uyg'onasiz. Hattoki atrofingizdagilar ham sizni dam olayotganingizni payqashadi. 14-kechaga borib hazm tizimingiz yaxshilanadi. Ya'ni kivi tarkibidagi aktinidin degan ferment ichak faoliyatini yaxshilaydi va uning yallig'lanishlarini kamaytiradi. 21-kechaga borib uyqu sifatingiz eng yuqorisiga chiqadi va sizda organizmda melatonin ko'payadi va kortizol pasayadi va natijada asab tizimingiz joyiga keladi. Ishtaha kamayadi, kayfiyat ko'tariladi, miyadagi tumalar esa yo'qoladi. Faqat bitta meva orqali uyqu sifatingizni yaxshilashni xohlaysizmi? Agar 21 kunlik eksperimentda qatnashmoqchi bo'lsangiz, kommentariyaga uyqu so'zini yozib qo'ying. Qani ko'ramiz, necha kishi bitta meva orqali uyqu sifatini yaxshilamoqchi. Bu videoni yaqin do'stlarga yuborib, menga obuna bo'lishni unutmang. Sizlar bilan Doktor Namozov bo'ldi.